Chilla uyini tanlash uchun 10 ta sababni aytib beraman. Baby room. Bu yerda chaqalog'ingizga malakali enagalar mehr bilan qarashadi. Siz esa kameralar orqali bolangizni kuzatib turishingiz mumkin. Massaj. Tug'ruqdan keyingi charchoqni yengillatishga yordam beradigan eng yumshoq tiklanish jarayoni hisoblanadi. Spa. Bosh va oyoq uchun spa tartiblari tanangizni bo'shashtirib, yengillik hissini beradi. Fizioterapiya muolajalari, terma kapsula, limfa drenaj va maxsus korreksiya apparatlari bular tanangizga tezroq tiklanishga xizmat qiladi. Yoga, homiladorlar va tug'ruqdan keyingi ayollar uchun xavfsiz bo'lgan mashg'ulot hisoblanadi. Kosmetologik xizmatlar, manikyur, pedikyur hammasi markazdan chiqmasdan o'zingizni parvarishlagan holda amalga oshiriladi. Xonalar, ona va bola tinch dam olishi uchun har bir jihat o'ylab tashkil etilgan. Ovqatlanish, kuniga 6 mahallik go'zal taomlar. Tibbiy kuzatuv. Siz istagan vaqtda malakali mutaxassislar bilan onlayn yoki offlayn maslahatlashishingiz mumkin. Jamoamiz, butun jamoa har bir onani chin dildan qo'llab-quvvatlaydigan insonlar bilan shakllangan. Chilla uyi bu ona va bola tiklanadigan, bola esa ishonchli qo'llarda bo'ladigan joy.